Men Masaytov Muhtimjon, yoshim 65 ta. Shu men doktorga borib uchrashganimdan keyin shu dorilarni berishdi menga. Ularni ichdim. Hozir ahvolim yaxshi. Qaysi kasallik bilan kasallangan? Yurak infarkti. Qancha bo'lgan? 18-yil yanvarda bo'ldi. Ungacha 17-yil. Ha, 17-yil. Qancha lecheniya oldingiz, nimalar bilan davolandingiz? Reanimatsiyada yotganmiz, o'sha nima sistema bergan tabletka, ukol, ko'proq o'sha halisiz ekanda o'rniga chiyilgan tablet bergan. Keyin kardiologda yotdim, 10 kun testda yotgandan keyin axir. Ipart kim tavsiya qildi mahsulotlarini? Ipart haqida kimdan eshitdingiz? kompaniyasi, Ipart kompaniyasi. O'sha kim